Coursera'da kurslarni qidirish uchun yuqoridagi qidiruv maydoniga istalgan kurs nomi yoki bog'liq so'zni kiritasiz va qidiruv tugmasini bosasiz. So'rovingizga mos kurslar taqdim etiladi. Chap tomondagi ustunda kurslarni turli kategoriyalar bo'yicha saralab olishingiz mumkin. Duration davomiyligini Learning Product qismidan video, dars, yo'naltirilgan proyekt, kurs, oddiy proyekt, ixtisoslashtirilgan kurs, professional sertifikatlarni tanlashingiz mumkin. Subject qismida fanlar bo'yicha Show More tugmasini bosib ko'prog'ini ko'rishingiz mumkin. Skills qismida esa kerakli ko'nikmalar, Level qismida daraja, Educator qismida o'quv materialini ishlab chiquvchi, Language qismida o'quv material tili, Subtitles qismida subtitr tilini tanlab kurslarni saralasangiz bo'ladi. Esda tuting, barcha kategoriyalarga qat'iy talab qo'ymang. Kursning darajasi, tiliga ko'ra, o'quvchilar qoldirgan reytingga ko'ra saralab oling. O'zingizga yoqqan kursni tanlang va ustiga bosing. Yangi oynada kurs haqida to'liqroq ma'lumotlar bilan tanishsangiz bo'ladi. Yoqtirgan kurslaringizni yuqori o'ng tomondagi Save tugmasini bosib, ro'yxatingizga saqlab qo'ying. Saqlab qo'ygan kurslaringiz ro'yxatini ko'rish uchun yuqoridagi IT ta'lim uyushmasi logotipi ustiga bosib, asosiy oynaga qayting. Chap tomon yuqoridagi Home tugmasi yonidagi My Learning ni tanlang. Ushbu oynada Saved qismiga o'ting. Bu yerda siz o'zingizga yoqqan va saqlab qo'ygan kurslaringizni ko'rasiz. Kursni o'qish uchun kurs ustiga bosasiz va ochilgan oynada Enroll tugmasini toping va bosing. Bu orqali siz kursni o'zlashtirishni boshlaysiz. Odatda oddiy kurslar modullardan tashkil topadi, professional kurslar esa oddiy kurslar yig'indisi hisoblanadi. Chap ustunda modullar, markazda o'quv materiali, o'ngda esa o'quv kalendari berilgan. Get Started tugmasini bosib, kurs modulini boshlaysiz.